Qaranglar, orqamdagi joy uchastkaga o'xshaydi, to'g'rimi? Lekin bu joyi ishxona sifatida foydalanishgan ekan. Fasadini shunday turishcha qoldirib, ichkarilarini, shuna pergorodkalarni o'zgartirib, uchastka sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Mana bu sex sifatida foydalangan ekan ichkari. Mana bu yoq tarafi ofis bo'lgan ekan. Hozir mana bu yoqlarini ham ko'rsataman. Bu narsalarni hammasi olib chiqib ketilinadi. 208 sotik. Orqa tarafida o'zlarining uylari bor ekan, devor olib berar ekanlar. Oldin mana shunaqa ishlab chiqarish bilan shug'ullanishgan ekan bu yerda. Boshqa joylarga ko'chishgan ekan, shuning uchun bo'sh yotmasin deb sotib yuboraman deyaptilar egalari. Xohlasanglar ishxona, xohlasanglar uchastka qilasizlar, lekin bitta yaxshi quruvchi bilan gaplashsanglar, uchastka qilganinglar zo'r. Ishxona qilsanglar ham bo'ladi. Mana shu yerda mana katta joyi bor, mashina qo'ysanglar bo'ladi. Farzandinglar bemalol o'ynab kulib yursa bo'ladi. Sababi bezopasniy mashina qatnov qismi yo'q bu joyda. Fasadlari ham kattagina, remontlari ham yaxshi holatda, ichkari ham, tashqari ham. Mana shu ko'chani boshi bilan algoritmlarga chiqib ketsanglar bo'ladi, betonkalarga. Ikkita bozor yaqin, bilasizlar, Abu Saxiy, Ipodrom, Murizor yaqin joyda joylashgan. O'zingiz storida belgilagan narxlarga obzor qilyapmiz. Egalarining raqamlari ekranning tepasida joylashgan. Aniq lokatsiyasi, rasmlarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.